imtihondan oldingi emotsiyalarni o'quvchilarimizdan so'rab kelamiz. Qani ketdik. Mashlar hammasi biz o'quvchilar. Biz hayajondamiz, Xudo xolasa o'tamiz, domlalarimizni yuzini yerga qaratmaymiz. Rahmat hammalar. O'ta zo'r emotsiya o'shani. 20 da 19 ta. 19 ta. Tabriklaymiz. Rahmat. Motivatsiya. Omad. Hammalarga omad tilab qolamiz. Xudo xolasa holatimiz yaxshi. Ozroq hayajon bor, baribir endi mas'uliyat bor. Alloh nasib qilsa, yorug' yuz bilan Allohning oldida ham, bandasining oldida ham baqirib chiqish niyatimiz bor. Xudo xolasa Kutib qolamiz. O'tib chiqamizmi? %100. Xudo xolasa. Istaladingiz. O'tib ketamiz. Mana akamiz ham o'tib oldi, lekin Instagramga chiqmayman deb turyapti. Natijalar qalay bo'ldi? Dahshat. Zo'r. 20 20 dan 18 ta. 18 ta. Qiyin emasmi savollar? Boshqa qiyin emas, oson. Faqat hayajonlanmaymiz, sir bosmaymiz, Tavsiya o'qiymiz. qilamizmi? Tavsiya qilaman. Tanish bilishlarga xavf saydochi Legenda. eng zo'r. 20 ta hayajon bo'ldi. Endi 3-chi hayajon yo'qotib 20 da 19 ta. Malades. Tabriklayman. Savollarimiz, kompyuterlarimiz birga birmi? Birga bir. Tavsiya qilamizmi? Tavsiya qilamiz. Xavf saydochi? Zo'r. Qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q, Xudoga shukr. Savollarimiz Xudoga shukr, yaxshi bo'ldi. birga biri. Chiroyli natijalarga erishyapti. Egamberdagi qiyin bo'lmadimi? Yo'q, Xudo xolasa mana o'tib oldik. Domlaga ham rahmat, hammaga rahmat. Saydochi Zo'r. eng zo'ri. Eng zo'ri. Davom etinglar. Bizda shunaqa natijalarga erishasizlar albatta. Menda mana. Umuman nol bor. Avtodrom birga bir ekanmi? Biriga bir. Vashshe qiyinchilik yo'q. Umuman nol bor. Minutda. Yo'q, minutini ko'rmadim, omon. Ha, voy. Vashshe zo'r xavf haydovchi. Tabriklayman. Qiyinchilik bo'lmadimi? Vashshe oson. Hayajon? Yo'q. Yo'g'a? Yo'q. Tavsiya Oson. qilamizmi? Xavf haydovchi nomer oling. Va voy aylanib ketdi. Qachon kirib ulgudingiz? Endi qaramay qoldik. Bizda yana bitta natijamiz. Qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q, hamma bilgan savollarim tushdi. Tavsiya qilamizmi? Tavsiya qilamiz, xavf haydovchi eng zo'ri. Birinchi kelishimda bittada o'tdim. Aha. Xavfsiz haydovchida bittada tayyorlandim. Nechta tayyorlandingiz? Bir oy tayyorlandim, chunki alginaqa bo'lib, o'zimga ishonch hosil bo'lgandi, lekin o'sha 10 kunda natijasi bilindi, o'zgarganim. Kelganimda umuman hech nimani bilmasdim, faqat rasmlarni yodlardim. Kelganimdan keyin yodlamasam ham qonun qoidani tushuntirgani uchun o'tib ketdim hozir. Tavsiya qilamizmi? Tavsiya qilamiz, juda ham zo'r. Zo'r, eng zo'ri. Tobora kuchaymoqda 20 tadan 20 tadan 20 ta. 20 tadan 20 ta. Shunaqa natijalar kerak bo'lsa qaysi? Xavfsiz haydovchi avtomaktabiga kelsa. Hammasi zo'r. Amaliydan bitta topshirib chiqdi. Qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q, qiyinchilik bo'lgani yo'q. Avtodromlaringiz birga birmi? Albatta. Domlalarimiz. Albatta, alhamdulillah. Abdulloh aka, Otabek aka rahmat katta sizlarga. Rahmat katta. Sizlar sababchi bo'ldingiz borishimga. Necha kun tayyorlandingiz ekspressda? Bir hafta. Bir haftada shunaqa natijalar kerak bo'lsa qayerga kelsak? Albatta xavfsiz haydovchi. Asadachiga. Muborak bo'lsin. 20 tadan 18 ta. Sizni ko'rmay qoldim. rahmatmi. Tabriklaymiz. Savollar qiyin bo'lmadimi? Yo'q, zo'r. Tavsiya qilamizmi? Rahmat, xavf haydovchi nomer ading. Nomer ading, puli bo'lsa. Rahmat. Shunaqa natijalar kerak bo'lsa, Sizga ham rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Bilimlaringizga rozi bo'ling. Tanlaganingizdan afsuslanasiz. Xursandmiz, keluvdingiz, xursand bo'ldik. Sizni ko'rib, tanlaganimizdan mana shu xursandmiz. Xavf haydovchi zo'r. puli bo'lsa va amaliydan ham bitta topshirish Rahmat. nasib Sog' qilsa. bo'linglar, hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Puli bo'lsa. Natijalarimiz zo'r. Deyarli bir haftada tayyor bo'ldik. Akmal domlaga rahmat. Sog' bo'ling. Ekspress kursda o'qimoqchi bo'lsanglar, kelinglar. Albatta bir hafta, 10 kun, 15 kunlik kurslarimiz bor. 1 oylik kurslarimiz ham bor qiynalganlarga. Lekin albatta 14 kunda biz bilan erishasiz aytgan niyatingizga. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chiqib oldingizmi? Qalay bo'ldi natijalarimiz? Natijalar zo'r. Mana. Sertifikatlarimiz. Bittada bittami ikkalasi ham? Ikkalasi ham bittada bitta. Nazariya ham, amaliy ham Avtodromlaringiz birga birmi? zo'r hammasi. Почти bir hafta tayyorlanibdi o'sha Karin chislasiga. O'tgan seshanba o'tgan ekan. Xudo xolasa avtodromimiz qanaqa ekan? Zo'r hammasi yaxshi, birga bir, oson. Bizga birga bir emas deyishganlarga nima deysiz? Fikringiz o'z mana kirib chiqdingiz avtodromga birga birmi? Tushyaptimi? Zo'r. Bizni kuzatishda davom etinglar. Avtodromlarimiz ham birga bir imtihon markazi bilan va albatta mana sertifikat, natijalar, qizil pechatlarimiz ham yo'q. Shunga ham e'tibor qaratinglar. Sog' bo'linglar. Natijalarimiz deb yugurib chiqishimiz kerak edi, lekin sizlar jicha kech qoldinglar dedi-yu. Qalay bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Avtodromlar birga birmi? Birga bir. Tavsiya qilamizmi? Tavsiya qilamiz albatta. Yo'llari Bundan keng yaxshisi bilmadim. avtodromdan ko'ra. Yaxshi, unaqa avvalo xotirjamlik ekanda. Xotirjam bo'lsa, Xudo xolasa
bilimiga tayanib o'tib olsa bo'ladi. Domlalar zo'r. Bo'ladi, mana yashillari ham bor. O'tgan seshanba nazariydan o'tgan ekan Muhammad Qodir aka. Mana bugun endi bir hafta bizda avtodromimizda xavfsiz haydovchida tayyorlanib, Bir hafta. natijada mana ko'ryapsizlar, yashil bo'lib chiqyapti va sertifikatni ham ko'ryapsizlar. Natija bir yo'li xavfsiz haydovchi bilan erishyapti. Xavfsiz Albatta. haydovchi Eng zo'ri. Tavsiya qilaman. davom etinglar, sog' bo'linglar. Rahmat katta. Emotsiyalarni qaranglar, mazzada eng zo'r joyi shu yer bo'ladi. Da. Nechtadan nechta bo'ldi? 20tadan 19ta. G'alatis. Mana. Ko'rib olinglar, men o'tdim. Qo'lim qaltirayapti. Qo'lim qaltirayapti xullas. 20tadan 19ta. Tavsiya qilamizmi? Da, tavsiya qilamiz. Kelinglar, zo'r. Haqiqatda zo'r. O'qituvchilari zo'r bo'ladi. Maza qilib o'taman mashlar bilan. Maza qildim haqiqatda. Ha. Xudo xolasa. Nechta topdingiz? 20tadan 18ta. 20tadan 18ta topib chiqyapti. Bu ham natija albatta mana ko'ryapsiz yashil pechatda. Xavfsiz haydovchini tanlab adashmabsizmi? Yo'q. Eng zo'r xavfsiz. Testlari kompyuterimiz birga birmi? Birga bir. O'qishlarda kamchiliklar yo'qmi? Domlalar tomonidan kamchiliklarimiz yo'qmi? Rahmat katta. Xavfsiz haydovchi Eng zo'ri. Xavfsiz haydovchi Eng zo'ri. qaysi mahalla edi? Og'irli. O'g'illiklar sizlarni qatoringlarga bitta eng zo'r xavfsiz haydovchida tayyorlangan o'quvchimiz pravasini olib qo'shilmoqda. Hammanglarga alangali salom. Bizda 20tadan 19ta bo'ldi. 19ta. Tabriklaymiz. Savollar qiyin bo'lmadimi? Yo'q, qiyin bo'lmadi, yaxshi o'tdi xudo xolisa. Tavsiya qilamizmi? Tavsiya qilamiz. Xavfsiz haydovchi eng zo'ri. qani deydi. Uka tabriklayman. Alaykum assalom uka. Yo'q, natija mana ukamiz ham hayajonlar jicha bo'ldi, bo'lyapti. Mana Xudo xolasa Ne'matullo ukamiz ham nazariy testlarga kirib, bugungi testlar bilan albatta qiynalmadingizmi nazariy testlar? Qiynalishi va Qiyinchilik yo'q. Nechtadan nechta bo'ldi? 20tadan 18. 20tadan 18 ham bu ham natija. Albatta mana natija bugungi sana bilan. Xavfsiz haydovchida albatta natijalar doimgidek shunaqa yashil bo'ladi. Tabriklaymiz mana natijalarni yana biri. Xudo xolasa hujjatlarini olamiz endi. Azizbek ukam ham Yangi bozor filialimizda o'qib, Xudo xolasa mana natijalarga erishyapti. Xudo xolasa qiyinchilik bo'lmadimi testlarda? Kamchilik yo'q. O'rgatganlarimiz bilan bir xilmi? Birga birmi? Birga bir. Xavfsiz haydovchini tavsiya qilasizmi kuzatuvchilarimizga? Tavsiya qilaman. Eng zo'ri xavfsiz haydovchi, kelinglar, o'qinglar, olinglar. Bitta natijalarimiz ukamiz bitta nazariylar topshirib chiqdi. Qiyinchilik bo'lmadimi? Hammasi bilganlarimiz. 20tadan 18ta bo'ldi. 18. Tavakkal bilan oxiri. tavsiya qilamiz. Tavsiya qilamiz. Mahalla qayerda edi? Bo'stonda. Bo'stonliklar sizlarga bitta prava xavfsiz haydovchidan kutib olinglar. 20tadan 18ta. 19ta. Malades. Ishonch bor dodiga sizga. Sizga ham. Qiyin bo'lmadimi? Yo'q, yaxshi bilgan savollarimiz ekan. Hayajon bo'ldi lekin. Hayajonlayapmiz. Lekin zo'r. O'qisanglar, o'tib olasizlar. Xavfsiz haydovchi zo'r. 20tadan 20tada hammasi. Taxminan 15 tamikin shunaqa odamimiz kirib ketdi, o'quvchilarimiz. Taxminan bir 50 ta qilsa kerak. Larimiz davom etmoqda. Emotsiyalarni qaranglar, mazzada eng zo'r joyi shu yer bo'ladi. Muborak bo'lsin go'zalim. Yaxshi kuningizga ishlating. Rahmat katta. 20tadan 18ta. 18ta. Tabriklaymiz. Qog'ozimiz ko'rmasa biz ishonmay turadigan odatlarimiz bor-da. Qaysi filial? 80 metrdayız. Voy, qalqashni qaranglar, juda ham hayajonda. 20tadan 18ta. Tavsiya qilamizmi? Tavsiya qilamiz. Xavfsiz haydovchi? Xavfsiz haydovchi eng zo'ri. Xo'p, mana xavfsiz haydovchida Abdug'ani ukamiz ham natijalarga erishib chiqyapti. Bugungi sanaga e'tibor qaratamiz. Nechtada nechta bo'ldi? 20tadan 19ta. Xo'p, mana tabriklaymiz. Xavfsiz haydovchiga rahmat. Xudo xolasa bir xil tushdi o'sha testdagilar. Bir xil xavfsiz haydovchini tanlayveringlar, to'g'ri tanlov. Adashmabsiz-a? To'g'ri tanlov. Kamchiliklarimiz yo'q. Xudo xolasa yo'q. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Shunaqa natijalar albatta bizda bo'ladi. Bizda yana bitta natijalarimiz, ukamiz bitta nazariydan topshirib chiqdi. Qalay bo'ldi? Juda ham zo'r bo'ldi. Boshida qo'rquv bo'ldi, keyin xudosi bu yoqqa
bilganim uchun oson o'tib ketdim. Qaysi filial? 80. Ilyosbekka kattakon rahmat. Xavf haydovchiga? Kattakon rahmat. Nechtadan nechta? 20dan 18 to'p. Bittada o'ylanib qoldim. Yo'q, mayli, zato yashil u. Qaysi filial? Ekin-tikindagi Qashqardan tushgan. Bo'stonda filialimiz. Tabriklayman uka. Savollarimiz birga bir. Birga bir. Qulluq bo'lsa. Amaliydan ham bittada bitta topshirib chiqing, xo'p? Shu hafta kiramiz amaliga. Juma kuni inshaalloh. Tavsiya qilamiz a? Tavsiya qilamiz hammaga. Haydovchi? Eng zo'ri. Malades. Qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q, hammasi bilgan, yoddan bilgan savollar. Savollaringiz hammasi shu kompyuterda tushgan. Boshqa savol tushmayapti. Yangi savol. Yangilik yo'q. Yangi eski savollar. Kirishga qiynalib kelayotgan qizlarga, opa-ukalarga nima deysiz? Gazinglar, bosinglar. Hayajonlanmasa bo'ldi, ha? Kuzatishda davom etinglar. Boshqa nazariy natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, albatta xavfsiz haydovchini 10 dan ortiq filiallari bor. Yangi bozor kelinglar. Murojaat qilinglar, albatta hamma domlalarimiz zo'r. Natijalarimiz qatorlashyapti. Qizlarimiz manaqa indamay chiqishib oladi. Emotsiyalarni kuzatishda davom etinglar. Zulfizarxon singlimiz nechtadan nechta bo'ldi? 20tadan 18ta. 20tadan 18ta ham bu ham natija. Mana singillarimizni natijalarini ham kuzatishda davom eting. Qator kuzatuvchilar natija nima bo'lyapti degan savollar ko'p bo'layotganiga natijalarimizni ko'rsatib boryapmiz. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Tabriklaymiz. Nima bo'ldi? Qiyinchilik bo'lmadimi? Testlar birga birmi? Birga bir. Bizni o'rgatgan hammasi. Yo'q, yangisi tushgan yo'q. Yangisi tushmadi. Kompyuterimizda testlar. Xavfsiz haydovchi eng zo'ri. Eng zo'ri. Kuzatishda davom etinglar. Qulluq olsin. Hayajonlandim. Nechtadan nechta? 20tadan 20ta. Malades. Qani yaxshi pechatimiz. Mana. Hayajon hali ham ketmadi. Qiyin bo'lmadimi? Yo'q, oson. Hamma tayyorlangan savollarimiz tushdi. Oson, lekin rosa hayajonlandim. Bari bo'lar ekan. 1,5 million pulimni o'yladim. 1,5 million pulinglarni o'ylaydigan bo'lsanglar, xavfsiz haydovchida kutib olamiz. Shunaqa yashin natijalar bilan kutib olamiz. Men mayanda yuribman, siz ustada nima qilasiz? 20tadan? 20tadan Yo'q, 19ta. 20tadan 19ta. Bitta hatto. Soy filialimida bu ham? Anaqa. Yangi yo'l. Humo filialimiz. Tabriklayman Humodagilar. Natijalar birin-ketin davom etmoqda. 20tadan 19ta. Avtomaktabimiz tavsiya qilamizmi? Rosa zo'r, yaxshi. Hamma Domlalarimiz domlalar ham zo'r, hammasi zo'r turib yaxshi o'rgatish berdi. Bittada kirib yaxshi. Rahmat katta hammasiga. Eng zo'ri. Assalomu alaykum, xavfsiz haydovchilik kuzatib borayotgan kuzatuvchilarimiz. Mana singlimiz Mehriniso ham nazariy imtihonga kirib 20tadan nechta topdingiz? 18ta topdi. Natija bu ham mana bizni kuzatishda davom etinglar. Shunaqa natijalarni xavfsiz haydovchi bilan erishasizlar. Xavfsiz haydovchi eng zo'ri. Eng zo'r. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Kuzatishda davom etinglar. Bizni yana bitta natijalarimiz, akamiz bitta nazariy imtihonlarda topshirib chiqdi. Qiynalmadingizmi? Yo'q, qiynalmadim, oson bo'ldi. Xavfsiz haydovchi eng zo'ri. Malades. Necha yoshdasiz? 48 yosh. 48 yoshda. Bilim yosh tanlamaydigan-a? Bo'laverar ekan, tavsiya qilamizmi? Kelinglar, o'tinglar hammani. Qulluq bo'lsin. Soy filialimiz davom etmoqda. Pechatlarni yashil qilishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Xavfsiz haydovchini kuzatuvchi obunachilarimiz. Biz 18 avgust sanasida o'quvchilarimizni nazariy va amaliy test imtihon markaziga olib keldik va bugungi natijalarimiz xavfsiz haydovchi